Qoshlarim qanday chidaysan dardim bilib. Assalomu alaykum Nodir Sabirovich. Va alaykum assalom. Men ishxonangizdan Dildoraman. Bugun ertaroq kelishingiz kerak deysizlarmi? Yangi loyihani taqdimoti. Har doimgidek kechikmang. Turdim. Endi Dildoraxon uyg'otillayu turmaymizmi? Nima endi? Dildora uyg'otadimi har kuni sizni? Ha, kelin poshsha. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Nima deb Nodirjonni yuragini siqyapsiz, a? Hazillashdim oyijon. 1 soatdan beri uyg'otaman. Turishlari qiyin bo'lyapti. Nimalar pishiryapsiz? Xolodilnikdan qatiqlar ko'payib ketibdi. Bankalarni bo'shatib, anchadan beri shu quymoq yegim keluvdi. Xuddi boshqorong'i xotinga o'xshaysiz, a? Hali uni yegim keldi, hali buni yegim keldi deb qoldingizmi? Ertaga bilinchi qilib beraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana. Voy. Dilfuzani bolasi kechasi bilan yig'lab chiqdi. Uxlaganda ham bo'lmadim. Kun issiq bo'ldi o'zi ham. O'shangadir-da. Hali bodring, hali uzum. Nima bo'lsa yeyurgandan keyin og'riydi-da qorni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Dadasi keling. Yaxshimisizlar? Mana. Ha, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom o'g'lim. Dada, Kel. yaxshi dam oldingizmi? Ha, Yaxshimisiz oyi? Tuzuv, bolam o'zing Ha, yaxshimisan? rahmat. Quymoq. Lobar anu murabbo bor edi, olib ber. Xo'p, hozir. Bo'larkan har kun shunaqa quymoqdan pishirsang, ha? Xuddi hech qachon pishirmaganimdek gapirasa, har kuni pishiraman-ku. Dada, oling. bismillahirrohmanirrohim. Mana Adajon. Zo'r. Adajon, menga duo qiling. Hech narsa yemading-ku? Yeb ol. Pishirganimda yeb oluvdim. Mayli, ilohi omin. Tinchlik, xotirjamligini bersin. Xonadonimizga fayz va barakat bersin. Qani onasi? Ilohomi. Ilohim. Nodirjonimga ham qo'sha farzandlarni bersin. Bizlarga ham o'sha kunlarni ko'rib yurish nasib qilsin. Amin. Alloh. Allohu akbar. Mayli, sizlarga yoqimli ishtaha. Yaxshi o'tiringlar. Yaxshi boring qizim. Men ketdim. Yaxshi bor. Menga qara. Bu yoqqa. Necha marotaba aytdim-a senga, telefon bilan kirmagin deb. Lobar. Bo'ldingmi? Taksi keldi. Hozir tushaman. Bo'la qol. Men pastda bo'laman. Xo'p. Ana. Oyijon. Biz ketdik. Yaxshi o'tiring. Bo'pti, oyi, yaxshi o'tiringlar. Mayli, yaxshi borib kelinglar. Biz Xo'p, ketdik. Ha, aytgandek, kelin poshsha. Labbay. Bugun ishdan kelib lag'mon qilasiz. Vaqtliroq qayting-a. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Xo'p. Assalomu alaykum, Shirin opajon. bolam. Menga qara. Jonimga tegib ketding. Nimaga yig'layverasan a? Boyatdan beri yig'laysan. Nega chakaging o'chmaydi a seni? Hay. Jonimga tegib ketding. Nega urishyapsiz meni asaltoyimmi? O'zim erkatoyim bolam nima bo'ldi? Olib keling quymolardan bolamga. Quymoni yaxshi ko'rasan-a, jonim? Voy, bu o'zini erkatoyi. Dada choyga tusharkansiz. Aha, hozir. Zamboru. Telefoningizdan YouTube'ga kirsam maylimi? Serial ko'rmoqchi edim. O'zing telefoning qani? Oyim olib qo'ydilar. Ketdi aka, haydavering. Xo'p bo'ladi.
Nega bugun uyga borishingni aytmading? Mayli, ko'rib turibsiz-ku, opajon bolalarini mazasi yo'q. Men ham ketaman deb tursam noto'g'ri. Opam bilan oyimga telefon qilib, bugun emas ertaga ko'rishaylik deyman. Oyijondan ham bir kun avval javob so'ramabman. Esimdan chiqib ketibdi. Bugun bo'lmasa vaqtliroq tushlik payti boraman oldinga. Birga doktorga boramiz. Xo'p. Javobi chiqqandir bugun. Siz avval esonaman prezentatsiyani topshirib oling. Undan keyin gaplashamiz. Yaxshi. Xo'p, oyimga telefon qilib oling. Alo. Assalomu alaykum oyijon. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tinchmisan qizim? Ha, yaxshimiz, Xudoga shukr. Uydagilaring yaxshimi? Ha. Bugun kelasizlarmi? Oyi, men bugun bora olmayman. Ha, nima bo'ldi? Tinchlikmi bola? Yo'q, hammasi joyida. Ishim ko'p. Ishxonaga proverka kelar ekan. Ha, mayli bolam, mayli. Ha. O'zingga qara. Bo'pti bolam, Bo'pti, xo'p. O'zingiz ehtiyot qiling. mayli. Sen uyingga boraver. Oyimga o'zim tushuntiraman. Bugun dadangni vafot etgan kunlari sen borishing kerak. Yo'q. Ha, oyi. Ajoyib shu qizingiz. Dadam ruhlarni chinqiratib, xoliganini qilib yuradi. Qo'yaver bolam, qo'yaver. Boya gaplashganimda ovozdan mazasi yo'qligini sezdim. Bilmayman, oshqozoni og'riyaptimi, jig'ildonim qaynayapti deydimi? Bekordan bekor kelmay qo'ymaydi-yu bolam. Menga qara. Balkim oyi, balkim. ikki qat bo'lgandir, a? Nima deysan? Voy, yaxshi bo'lardi oyi. Qaniydi shunday bo'lsa. Mayli oyi, Mayli, gaplasharmiz, bolam. xo'p. O'zing kelarsan. Yulduz, qalaysan? Yaxshimisan? Ey, o'rtoq, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Yaxshi. Rahmat. Xo'sh. Добрый день. Привет. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, Yulduz, nima bo'ldi? Biz ham Voy. kulaylik. Mana bu videoni qaranglar. Oyim nima jo'natibdilar? Qara, qaynonam video jo'natibdilar. Voy. O'g'ling juda shirin O'g'lim ekan. o'ynatgan olib chiqibdilar. Asalligini Ko'ryapsanmi? qara. Ko'ryapsanmi? Ko'rdim. Qilayotgan ishini qara. Voy, shunday. Shunaqa sho'x bola bo'lgan, borishim bilan qo'limdan telefonimni oladi. Rostda. Hamma programmani tushunadi. Hozirgi bolalar o'zi shunaqa. Ha, gapirma. Qani, men ham ko'raychi. Ko'z tegmasin, iloyim. Voy. Mana. Shirinligini. Bolaga zarar-ku. Qayoqda? Telefonni bermasak janjalni shunaqa qiladi-u. Jim o'tirsin deb ham qo'liga telefonni berib qo'yamiz. Hozirgi bolalar juda ham Nimasini aqlli. aytasan? Лобар, Assalomu alaykum. у тебя Nima? все готово? Ertaga tayyor bo'ladi. Если завтра не принесешь, зарплаты не получишь. Хорошо. Tavba. Mayli, ahamiyat berma. Qizlar, bilasizlarmi kecha nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Azil Kadir Dilya bilan Niluni g'iybatini qilib turgandik. Esinglardami, kecha kiyib kelgan ko'ynagi bachkani. O'sha soобщениyani adashib Niluga jo'natib qo'yibman. Ha. Yo'q. O'zi bechora nima yozishni ham bilmadi menga. Men ham juda ham xijolat bo'lib qoldim. Voy bechora. Qanday qarayman ko'ziga?
Endi aniq maoshingni ololmaysan. Voy, lekin bu oy oylik kerak edi deymanga. Unda nima qilarding bu ishga aralashib? Buni bu yoqqa ko'chirish kerak. Kelim boşa. Meni o'g'limchi pishiriqlarni shunaqangi yaxshi ko'radi. Shunaqangi yaxshi ko'radiki, yoshligidachi mana shunaqangi pishiriqlar pishirib berardi. Malohat. O Malohat. Hozir dadasi. Ha? Chaqirdingizmi? Ha, Xolodilnikdan kechak anim kapchonni olib kel. Ne baqiras, sekinroq gapiring. Qo'shnilar eshitmasin. Nima bo'ladi qo'shni eshitsa? Shu paytda ichib o'tirganingizni bilishmasin deyapman. Bilsa bilaversin. O'zimni uyimda ichib o'tiribman, qo'shnilar. Mana. Nima bu? Buni mundoq bir maydalab olib kelmaydimi ayol kishi? Parasatinga sana. Ha, kelin poshsha, lamonga unnadingizmi? Ko'proq qiling, faqat o'zinglarni o'ylamasdan. Nabiralarim ham to'yib yesin. Xo'p, oyijon. Analizlaringiz javobi chiqdimi? Analizdan javobimi? Ular telefon qilishar ekan. Javoblari tayyor bo'lsa. Menga qarang. Necha marta aytdim sizga? Adajon kelganlarda sal uzunroq narsa kiyib oling deb, ha? Mulakingizni oldilarida ham uyalmaysizmi shunaqa yurgani? O'zingiz bilganingizdan qolmaysiz, ha? Xo'p, oyijon deysizda qilmaysiz. Xo'p, oyijon, boshqa qaytarilmaydi. Ha, xola yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Menmi? Yaxshiman xolajon. Ha? Qayoqdan tug'adi xola? Mana, bugun ham doktorga borib kelishdi. Menimcha-chi, bu tug'mas. Qonida bor. Ha, nimasini aytasiz xolajon? Shuncha yildan beri tug'magan, endi tug'adimi? Ha, xotin bir-birlari bilan sevgi o'ynab yuribdi-da xolajon. 5-10 yil o'tgandan keyin sevgi ham o'lar. Bola ham kerak bo'lmay qolar. Bilmasam, o'zlari biladi yana. Ko'ramiz, yana sevgisi qanchaga borar ekan.
Hozir jonim, hozir. Mana ketyapman. Assalomu alaykum. Sen jo'raysan, qani bu yoqqa kel. Tur joyingda tur. Qani senmi meni kuyovim Bora shaqla, qidir. Eringni top qamoqxonalardan. Menga qara baxti, sen ham top. Sen ravosini. Qani senmi meni kuyovim bilan o'ynashib yuradigan, ha? Yo'q. Manjalaqa, boshqa odam topilmadimi senga? Opa, bo'ldi. Siz sal o'zingdan bosib olaylik. Uchir! Mana senga! Bo'ldi, tepmang. Bo'ldi, opa, menga qarang, o'zingiz bosib oling. O'tirib qo'yasiz-ku, opa, javobgar bo'lib qolasiz. Ursin uni! Telefoningni ol, videoga ol. Buni qanaqaligini hamma ko'rib qo'ysin. Nima deyaptimi? Nima deyapti buni? Guli! Mana qara. Mana Guli, mana qara. Birovlarni yangi yo'lda urish shunaqa bo'ladi. Mana senga. Menga qara, qachondan beri, ha? Qachondan beri meni kuyovim bilan o'ynashib yuribsan, ha? Ha, fohisha? Ota-onang yo'qmi sani, ha? Mana senga. Bor qaychi top. Qo'chiga jinni. Hozir men kal qilaman. Bu olifdani. Sochini qiraman hozir. Mana. Kel. Qaychini nima qilasiz? Kal qilamiz. Emas. O'yiniga kirib ketadi hozir. O'yiniga tiqib olasiz. Bo'ldi, opa. Bering qaychini. Bo'ldi, qo'ying. Shu iflosni ushla. Qo'lingizni xarob qilmang. Kerak emas. Menga qara. Yana bir marta meni singlimni yeriga yaqinlashsang, bundan battari bo'ladi, tushundingmi? Ketdik. Battar bo'l. Nima bu bezor? Tinchlikmi? Nodir aka. Oyijon analiz javoblarini qachon chiqadi deb so'radilar. Aldashga majbur bo'ldim. Chiqsa telefon qilishadi deb aytdim. Mayli. Mendan ham so'rab qolsalar, shunaqa deyman. Adajon, biza ketyapmiz. Qayerga ketyapsizlar? Buvimlarnikiga ketyapmiz. Salom ayt. Dadajon, biza bilan boring. Jim bo'l. Iltimos. Dadang charchagan. To'lqin aka, Sanjarni olib oyimga o'tib kelamiz. To'lqin aka, biz ketdik. Mana ko'rganimizda boshlarda deyarli yomon o'zgarish ko'rmayapman. Hech qanday qon tomir yorilishi yo'q. Qon quyilish belgilari ham yo'q. Bu tomondan yaxshi. Lekin bemorimizda bosh miya chayqalish alomatlari bor. Ko'ngil aynish, kuchsizlik holatlari bilan belgilanadi. Chap yelka sohasida, chap boldir sohasida, ko'krak qafas sohalarida qontalash belgilari bor. Umuman olganda, hozircha bemorimizning ahvoli yaxshi. Xo'p, Nasiba opa. Unda men oldilariga kirib, o'zlari bilan yana gaplashib ko'raman. Sizga katta rahmat. Mayli. Xo'p. Xo'p.
Assalomu alaykum. Zakir va Gullerani shu yerda deyishuvdi. Qaysi palatada? 206-palata. 206? Guli shu yerdamisiz? Opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Guli. Nima bo'ldi? Kim bu ahvolga soldi? Qo'ling singur. Qo'yavering. Bozorda ayollar bilan urushib ketdim. Bozorda? Nega shunaqasan? Tinch yurmaysan? Dilapa, tirikchiligim shunaqa. Nima qilay? Boshqa ish qilay. Bozorda nima qilasan? Shunaqa qilarman. Menga qarang. Oyimga aytmay. Iltimos. Xolamlar ham bilmasin, maylimi? Xo'p, aytmayman. Mashina urib yubordi dersiz. Xavotir olmasinlar, xo'pmi? Xo'p. Seni tezda erga berib yuborish kerak. Voy, qo'ying. Kim oladi mendagi qari qizni? O'zim topaman senga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Singlim, sizga bir ikkita savolim bor. Xo'p, bo'ladi. Urganlarni qamash kerak. Qo'ling singurlarni. O'ldirib qo'ysa nima bo'lardi, a? Xavotir olmang. U ayollarga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Hozirgi kunda tergov surishtiruv ishlari davom etyapti. Qilgan ishlari uchun qonun oldida javob beradi. Ajab bo'pti. Dilapa, iltimos. Простите, пожалуйста, врача, чтобы он меня отпустил. Xo'p, hozir kerak emasmanmi? Yo'q, rahmat. Hozir kelaman, xo'p? Singlim, sizga ko'p vaqtingizni olmayman. Sizga Mansur Ortiqov haqida savollarim bor. Xo'p. Siz u odam bilan qanaqa tanishsiz? U odam bilan shunchaki tanishman. O'sha kuni ijaraga olingan uyda siz Mansur Ortiqovni kutayotgandingiz, shunaqami? Shunaqa shekilli. Singlim, menga ochiq-oydin gapiravering hammasini. Tergovni davom ettirishim uchun menga aniq ma'lumotlar kerak. Mansur Ortiqov bilan anchadan beri birga yashaysizlarmi? Siz Mansur Ortiqovni oilasi borligidan xabaringiz bormi? А можно потом поговорить? У меня голова болит, мне плохо. Я устала. Mayli unda. Yaxshi dam oling. Keyinroq kiraman. Allo. Alo. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshimisan qizim? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Nechimsan qizim? Bugun kelasizlarmi? Ha, boraman bugun. Bo'pti, Boraman. bolam. Mayli. Vaqtingga qarab kelarsan, bolam. Xo'p, hayotimni buzib, onalarimni yetim qilib, xotin bossiz siz tushundingizmi? Biz qizlar bilan qo'rqib turuvdik. Endi oldingizga qana qilib kiramiz deb, ha qizlar? Endi bu holatdan chiqish uchun faqat yagona va oxirgi usul faqat farzand asrab olish. Boshqa ilojingiz yo'q. Oyijon, sizga tug'ib bersa bo'ldi-ku, to'g'rimi? Ha, mayli. Majbursiz. Mana bu lobaringiz ikki dunyoda ham tug'maydi, oyijon. Tug'maydi. Bular katta bo'lgan sari pul ham yetkazib bo'lmayapti. Shuning uchun ertaga borib tinchlikni oldirib tashlang. Hop. Tinchlik. Jiyanim shu yerda yotuvdi. Nima bo'ldi? Qaysi jiyaningiz? Hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin o'g'lim. Begona
faqat sen uchun yashaganim bilmadim. Har nafas, har zumda faqat seni o'ylaganim bilmadim. Senga qalbim bog'lagandim, so'zlaringga ishongandim.